u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Dushas. Fanta uslubidagi dushasni tatib ko'ring. Salom barchaga. Endi bu kanal Dirbobning rasmiy O'zbekistondagi kanali. Do'stlarim, O'zbekistondagi har xil SQP kanallaridan, bo'lar bo'lmas kanallardan barchasidan chiqib keting va menga Otabek Plus SQP kanaliga obuna bo'ling. Ishoning, zeriktirib qo'ymaymiz. Sirli politsiyachi birinchi qism. 3 kishilik do'stlar kechasi mashinada yo'lda charchab kelishayotgan edi. Ular konsertdan qaytishayotgan edi. Uzoq raqs va ziyofatdan so'ng barchasi juda charchagan edi. Radioga musiqa qo'yilmagan va shu qadar baland musiqadan keyin sukunat rohat bag'ishlayotgan edi. Hech kim gapirmayapti. Hatto haydovchi yonida o'tirgan haydovchining qizi ham jim ketyapti. Orqa o'rindiqda o'tirgan do'sti ham uxlab qolgan. O'zi esa uxlab qolmaslik uchun astalik bilan radioning ovozini sekingina balandlashtirdi. Lekin bu hech qanday to'siq bo'la olmasdi. Va u bu uyquga qarshi tura olmadi va ko'zlari uyquga cho'mdi. Tabiiyki uxlab qolganda oyog'i pedalni kuchliroq bosib yubordi va boshi u yoqqa bu yoqqa ketar ekan, u yo'ldan chiqib ketdi. Har xil yo'lga chiqqanda oq chiziqdan o'tgandan keyin tuproqning g'ildiragini burishi uni keskin tarzda uyg'otib yubordi. U birdan dovdirab uyg'onar ekan, orqadagi do'stlari ham qo'rqib ketishdi va hammasi joyidami? Nima bo'ldi? deb so'rashdi. U esa yo'lda hayvonni chetlab o'tganini va xavotirga o'rin yo'qligini aytdi. Ha, albatta. Qayta uxlayveringlar. Hammasi joyida. Ikkala do'sti yana ko'zlarini yumib uxlab qolishdi. Shu paytda haydovchi nimanidir ko'rdi. Orqa oynada chiroqlar paydo bo'lgan. Bu faralar edi. Bu aniq politsiya. U orqasidan chiqqan yoki tezlik bilan yaqinlashgan mashinani ilgari sezmagan edi. Chunki u uxlab qolganda ehtimol o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin edi. Bola dovdirab, yuragi hanuz ko'pillab urayotgan ekan, u o'zini bosishga harakat qildi. Lekin bu endi yanada qiyinlashdi. Chunki oynaga yana qaraganda orqasida mitillab yongan qizil va ko'k chiroqlarni, politsiya mashinasining signallarini ko'rdi. Stop. Agar siz ingliz tilini bilganingizda, shu videomni umuman ko'rib o'tirmagan bo'lardingiz. Va men sizga Lab English onlayn akademiyasini tavsiya qilaman. Siz uning kurslariga yozilib, ingliz tilini qisqa vaqt ichida tezda va yaxshigina samarali tarzda o'rganib olishingiz mumkin. Kursga yozilish Telegram kanallarida bo'lib o'tadi. Omad. Voy, yo'q. Dedi haydovchi qiz do'sti esa, "Sen to'xtashing kerak." Ular konsertda qatnashgan barcha ishlar aniq qilib aytganda bu shtatda texnik jihatdan qonuniy emas edi. Endi nima qilamiz? Politsiya mashinasining sirenasi yoqildi. Bu endi jiddiy. Lekin bir g'alati narsa. Radiodan bir ovoz eshitildi. Bu ovoz juda past, lekin haydovchi ovozini baland qilganda xabar aniq eshitila boshladi. Bu qo'pol ohangda bir ovoz bo'lib, bir xil jumlani qayta takrorlaydi. Yaxshisi qoching. Bu xabar qanday qilib radio orqali eshitilyapti? Ular bilishmaydi. Haydovchining qiz do'sti to'xtagan. Politsiya mashinasi tezlikni oshirib, u orqaning bamberigacha yetib kelgan edi. Sirenalar esa qichqiryapti. Haydovchi dovdirab qolgan edi. Qochsinmi yoki to'xtasinmi? Yo'q, u gazni bosishni boshlaydi, lekin o'ylab ko'rdi. Bu eski mashina hech qachon politsiya mashinasidan tezroq yurmaydi. Oxiri tormozni bosdi va mashinani to'xtatdi. Politsiya mashinasi ularning orqasida to'xtadi. Sirenalari o'chgan, lekin chiroqlari shu qadar yorqinki, deyarli ko'zlarini qamashtirardi. Ular mashinada jim o'tirishadi va o'z taqdirlarini kutishardi. Lekin hech narsa bo'lmaydi. Mashina shunchaki jim turardi. Lekin ancha vaqt o'tgandan keyin politsiya va nihoyat mashinasining eshigini ochdi va ular tomon keldi. Haydovchi, Qo'rqmanglar, xavotir olmanglar, hammasi joyida bo'ladi. Lekin orqadagilar vahimaga tushardi. Uni hibsga olishsa, u stipendiyasidan ayrilardi. Uni maktabdan haydashardi. Butun hayoti barbod bo'ladi. Patrul xodimi mashinaga yetib keldi. Kechasi bo'lishiga qaramay, u qora aviator ko'zonak taqqan,
ko'zoynak yuzining yarmini berkitgan. U mashina eshigi oldida turib qarab turardi va kutdi. Haydovchi qo'rqib, asabiylashib oynani tushirdi. Lekin politsiyachi harakat qilmadi. Javob ham bermadi. Shunchaki mashina yonida unga qarab turardi. Kechki xayrli tun janob. Ofitser? Deydi haydovchi. Hech qanday javob yo'q. Haydovchi old o'rindagi qiz do'stiga qaradi. Lekin u faqat yeliga qisib qo'ydi. Haydovchi yana patrul politsiyachiga qaradi va Biz nimadir noto'g'ri qildikmi? yana uzoq sukunat. Lekin nihoyat patrul xodimi harakat qildi. U egilib, boshini deyarli onadan ichkariga kirgizdi. Sizga xat hujjatlarimni beraymi? Politsiyachi indamadi va unga asta yaqinlashib, ko'zoynagini sekin ushladi va ko'zoynagini pastga tushirdi. Va bola birdaniga qip-qizil yorqin ko'zlardan ko'zi qamashdi. Yovuz ko'zlar mashinadagi hamma baqirishni boshladi. Oldinlarda turgan narsa og'zini ochib, ularga ulkan qora yirtqich kamakni siniksiz qo'rqinchli bo'shliqni ko'rsatardi. Va bu katta og'iz ularga qarab, Birinchi qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. obunachilar, shunga o'xshagan sifatli videolar chiqishini xohlasangiz, iltimos, bizga obuna va laykni umuman ayamang. Bu biz uchun, bilasiz, juda katta motivatsiya. Busiz biz ancha qiynalib qolamiz. To'g'ri, har qanday video chiqishi mumkin, lekin biz sifatli, super holda videoni chiqaramiz. Shuning uchun bizga yordam qo'lini cho'zing. Sirli politsiyachining ikkinchi qismini tez orada kutib qoling.